Xafa bo'lmang, g'amgin bo'lmang. Bu dunyo mana shunaqangi past, yolg'onchi bo'lgan dunyo bu dunyo. Bu dunyo Yusuf alayhisolatu vassalomni arzimagan pulga sotgan dunyoda mana shu. Yusuf alayhisalomni arzimagan pulga sotgan dunyo bu dunyo. Yahyo alayhisolatu vassalomni boshlarini buzuq, fohisha ayolga mahr sifatida bergan dunyoda mana shu. Eng past yolg'onchi dunyo. Musa alayhisolatu vassalomni sehrgarlikda ayblagan dunyo bu dunyo. Nuh alayhisolatu vassalomni yolg'onchiga, kazzobga chiqargan dunyo bu dunyo. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni majnunlikda, jinnilikda ayblagan dunyo, eng past dunyo. Nima o'zingiz yo'qotasiz? Nima xafa bo'lasiz? Nima g'amgin bo'lasiz? Fa inna ma'al usri yusra. Qiyinchilikning ortida akal albatta yengillik bor. Ishoning akal yengillik bor. Musulmon odam sobit turadi. Musulmon odam o'zini yo'qotib qo'ymaydi. Sobit turadi musulmon odam.